Race of the season. Yuri Prasada has always lead us back and looking with a clear and full win will go the way of the Moonwell. It's a very long odds on the international markets. Ja, można. You've been to Malaysia? Awasaki is owner. Oh, okay. He's, You're the owner of he this. has a lot of horses. So he know the Chen Zifeng. Yes, Yes, you yes. know. Yeah. It's Zifeng. my Chingjifung Barano, Yema Group. yeah, my brother.
This is for golf. The mice. You introduce. Bu golf uchun Golf for generation. I am a golfer because I want to be a better person. So this is mine. And you open this yaxshi one. inson bo'lish uchun golf o'ynayman. And then this one I made 30 years ago 30 yil oldin buni yasab with my company logo. And this is a golf walk for you to this one. And maybe you can go up to for polo also. 30 yil And then oldin this is a golf ball for you in the office. boshlaganda qildirishgan ekan logotipni. Tushundingiz? Bu ko'p to'la ekan ichida. And this one also for the mice. I buy all the spare parts. To'xta. I go to Geneva, get people to make a watch. Mana shu turursan. Yonida olamiz. GOLF. Grateful of loving friendship. And I choose your number. Seriyaning nomeri bor ekan. 1968. Tug'ilgan yilingizni seriyaning nomeri. Birthday. Oh, independent. Bu kecha ko'ribdi. Rosa yoqibdi bunga. Takror gapirib tushunaysiz. Siz yoqibdi. Oh, thank you. This is a small gift from us to you. Oh, thank you. Yesterday you mentioned it. Where's the picture? Come. Robert. Yesterday you mentioned this memoir when we Yeah, were yeah, crossing yeah. and you told us that it's beautiful. Qanula, mana banda nachalnik politsiya biz bu oldingi safar bordi, lekin siznikiga bora olmadi, lekin Malayziyaga birga bordi. This is the head of police department of Tashkent region. Oh. Last hour trip to General Malaysia, he was with us Arifov. together. He is a General Arifov. Thank you. I want to invite him to Malaysia again. Sizni Malayziyaga yana bir marta taklif qilyapman. Bizni mana viloyatimizning prokuror. This is a prosecutor of Tashkent region. Okay. Nice meet. Hope you come to Malaysia. Malayziyaga Yeah. Bizda mana O'zbekistonda millatlarni birlashtiradigan xalqaro tashkilot bor. Shu tashkilot respublika rahbari. This is the head of an organization that connects all nationalities in Republic of Uzbekistan, the Okay. Friendship of Nationalities. Xayrli kun, aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar, qadrli sport ishqibozlari, mehmon do'st, Toshkent viloyati ahli. Barchangiz O'zbegim ot zavodiga xush kelibsiz. Sizlar bilan go'zal bahor faslining mana shunday issiq bo'lsa-da, lekin juda ham bayramona kayfiyatda o'tayotgan ajoyib kunlarning birida 21-marotaba mamlakatimiz mezbonlik qilayotgan Ahaldagi otlari o'rtasida an'anaviy tarzda o'tkaziladigan Sharq marvaridi 2025 ochiq jahon chempionatining tantanali ochilish marosimida diydorlashib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz va yana bir marotaba barchangizga xush kelibsiz deymiz. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests, dear sport fans. Welcome to Uzbegim Start Farm. It is a great honor for us to bring here today to the Pearl of the East 2025 Open World Championship of purebred Akhaltaki horses being held for the 21st time in Uzbekistan. Azizlar, mamnuniyat ila ta'kidlash kerakki, bu yil mazkur chempionatda Rossiya, Tojikiston, Qozog'iston va albatta mezbon O'zbekistondan qatnashchilarimiz ishtirok etishyapti. Ladies and gentlemen, we are delighted to mention that this year the participants from Russian Federation, Tajikistan, Kazakhstan and Uzbekistan are taking part in these World Championships. Va ayni damda musobaqalarni baholab boradigan hakamlarimizni sizlarga tanishtirib o'tsam. Ladies and gentlemen, now please welcome our referees. Demak, musobaqa bosh hakami Karachiyev Magomed Gadji, Rossiya. The chief referee Karachiyev Magomed Gadji, Russian Federation. Shuningdek, hakam Dr. Shaif, Fransiya. Please welcome Dr. Shaif, France. Anastasia Matveyeva, Rossiya. Anastasia Matveyeva, Russian Federation. Shuningdek, Alisher Abdurahmonov, Uzbekistan.
and our local referee Alisher Abdurrahmanov from Uzbekistan, and we're delighted and happy to welcome here today our referees from the United States of America and the United Arab Emirates. Shuningdek azizlar, Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Birlashgan Arab Amirliklaridan tashrif buyurgan hakamlarimizni ham bugungi ochilish marosimimizda va musobaqamizda qutlashdan mamnunmiz. Bilamizki azizlar, har yili mazkur chempionat faxrli mehmonlarimizning ishtiroki ila yanada fayzli o'tadi va ayni damda aynan mezbonlarga so'z navbatini e'lon qilsak, Toshkent viloyati hokimi Mirzayev Zoir Toyirovich bugungi tadbirimizni ochib beradilar. Ladies and gentlemen, the floor is given to the mayor of Tashkent region, Mirzayev Zoir Toyirovich. Assalomu alaykum bugungi tadbir ishtirokchilari, aziz mehmonlar. Ana shu boshlangan tadbir hozir e'lon qilish 21-marotaba o'tkazilyapti. Haqiqatan ham shubhasiz aytish mumkinki, bu Sharq durdonasi musobaqalari bugun an'anaga aylangan haqiqiy bir tadbir bo'ldi desak, to'g'ri ta'kidlagan bo'lamiz. Albatta, biz yaxshi bilamiz. Muhtaram prezidentimiz tomonidan O'zbekistonda ot sportini rivojlantirish sohasida e'tibor 2016-yilda boshlangan bo'lsa, asta-sekin tashkil qilinishi, federatsiyaning yo'lga qo'yilishi va bugun Toshkent viloyatining o'zida buni isbot etish mumkin. 70 dan ziyod xususiy ot sporti klublari faoliyat ko'rsatyapti. Respublikada eng ko'p ot sporti klublari bu Toshkent viloyatida. Albatta bugun otga mehr berib, parvarishlash hammaga ham, palmani ham qo'ldan kelmaydi. Haqiqiy bir fidoyi bo'lish kerak. Haqiqiy bir ot inson bilan tilsiz bo'lsa-da gaplasha oladigan yagona bir jonivor hisoblanadi. Va eng egasiga sadoqatni ham otdan o'rganish kerak. Mana shu bugun katta tadbirga tashrif buyurgan bugun barcha mehmonlar, xususan elchixonamiz, janob elchilarimiz qatnashayotgan ekan. Hammalariga xush kelibsizlar deymiz. Ularning oilalarini ko'rayotganimizdan xursandmiz. Bundan tashqari biz yaqinda Malayziyaga tashrifimizda bizni katta yaqin do'stimiz, hamkorimiz Li janoblari bilan tanishdik va biz shu tadbirda aytganimizda u kishi aytdiki, albatta boraman. Mana bugun kelib oilasi bilan kelib, qizlari, oilasi bilan kelib turmush o'rtoqlari shu yerda ekan va bugun ertalab bizga quvonchlisi bo'ldiki, bu kishining qizlari o'zi otda chempion bo'libdi, mana shu yerda qatnashdi. Bu ham bir yaxshi ko'rsatkich. Eng asosiysi bu tadbirdan kutayotgan narsa nimaki, mana shu yosh avlodda mamlakatda otga bo'lgan mehrni kuchaytirish, shu orqali demak yoshlarni sportga, eng foydali bo'lgan sportga jalb qilishdan iborat. Va bugun qatnashgan o'sha butun hamkorlarimizga, qo'shni davlatdan kelgan mehmonlarga xush kelibsiz deymiz. Bizni mana shu hakamlar hayotini ishiga muvaffaqiyat tilaymiz. Katta rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Katta rahmat Zoir Toyirovich. Aziz mehmonlar, muhtaram xonimlar va janoblar, shuning bilan 21-marotaba mamlakatimiz mezbonlik qilayotgan Sharq durdonasi 2025 ahaldagi otlari o'rtasidagi jahon chempionati ochildi, e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of the Republic of Uzbekistan. The Pearl of the East 2025 Open World Championships has been declared open. Aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar, barchangizni Sharq durdonasi 2025 shahardagi zotli otlari o'rtasida o'tkazilayotgan ochiq jahon chempionatining ochilishi bilan yana bir marotaba qutlaymiz.
barcha muxlislarga zavqli tomosha ollarini tilaymiz, ishtirokchilarga omad deb qolamiz va bugun nafaqat musobaqalardan, balki bir-biringiz bilan kechadigan maroqli suhbatdan va albatta bayramona dasturxondan ham bahramand bo'lish imkoniyatiga egasiz. Bugun aynan auksion ham o'tkaziladi. Shunday ekan, sizlarga yaxshi kayfiyat va albatta bayramona ruhiyat tilab qolamiz. Umid qilamizki, bugungi tadbir ham barchamizni xotiramizda uzoq yillarga eng unutilmas voqelik sifatida muhrlanib qoladi. Faxrli mehmonlarimizga esa tadbirda ishtiroklari uchun o'z minnatdorligimizni izhor etib qolamiz. Ladies and gentlemen, esteemed guests, we are very glad and delighted that the opening ceremony of the Pearl of the East 2025 Open World Championships has come to its end. We would like to wish you bon appetit and a wonderful evening, Fairy Zone. And now we're going to proceed with our musical program. Bilamizki azizlar, O'zbegim ot zavodida bayram bo'lar ekan, tadbir bo'lar ekan. Bu tadbirlarni albatta san'atkorlarning ishtirokisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Bugungi tadbirimiz ham bundan mustasno emas. Bugun butun kun mobaynida sizga sohir nafas xonandalar u bahoratli sozandalar aziz mehmonlar, hurmatli sport ishqibozlari, ana endi asta-sekinlik bilan musobaqalarni boshlaymiz va dast avval 5 yoshgacha bo'lgan ayg'irlar o'rtasidagi